22 nafar o'zbekistonlik talaba yaqinda Koreyadan deportatsiya qilindi. Bu haqida eshitdingizmi? Keling, sizga deportatsiya qilishni va umuman kechirib bo'lmas xatolarning uchtasini sanab beraman. Birinchisi bu nelegallik, ya'ni siz o'qish davrida umuman o'qishni tark etib va o'qish qoidalariga amal qilmasdan mehnat faoliyatini olib boradigan bo'lsangiz va immigratsion xodimlar tarafidan qo'lga olinadigan bo'lsangiz, sizni O'zbekistonga to'g'ridan-to'g'ri deportatsiya qiladi. Ikkinchisi bu jon sug'urtasi. Ya'ni har bitta chet el fuqarosi Koreya hududiga kirgandan keyin jon sug'urtasidan ro'yxatdan o'tishi shart. Agar bu sug'urtadan ro'yxatdan o'tmasdan turib Koreyada mehnat faoliyatini amalga oshiradigan bo'lsangiz va sizga biror hol bo'lib tibbiy ko'rikka muhtoj bo'lib qolsangiz, nafaqat tibbiy ko'rik ko'rsatilmasligi, balki o'sha yerning o'zida siz O'zbekistonga deportatsiya qilinasiz. Bu ID karta, ya'ni har bitta talaba Koreya hududiga kirgandan keyin 90 kun ichida ID kartadan, ya'ni vaqtincha yashash huquqiga ega bo'lish kerak. Va agar siz ID kartasiz Koreya hududida mehnat faoliyatini olib boradigan bo'lsangiz va immigratsion xodimlar tarafidan qo'lga olinadigan bo'lsangiz, umuman kechirib bo'lmas tarzda siz O'zbekistonga to'g'ridan-to'g'ri deportatsiya qiladi. Agar siz ham Koreyada xavotirlarsiz va xotirjam o'qishni xohlasangiz, bemalol Raykonsaltingga murojaat qilsangiz bo'ladi. Chunki bizda ID karta sug'urtalarga bepulga registratsiyadan o'tkazamiz va sizga to'liq texnik yordam ko'rsatamiz.